Zulayho opa, farzandingiz bormi? Bitta o'g'lim bor, 3,5 yosh. Kesarva bo'lganmisiz yoki tabiiy tug'ganmisiz? Er-xotin o'zboshimchalik qilib kesarva qildirganmiz. Afsuslanaman. O'zingizda o'zingizni tekshirganmisiz? Hamma joyi tekshirishni bilaman, shuning uchun hamma joyimni tekshirib ko'rganman, bundan zerikkanman. Oxirgi bo'zchi bo'zga yolchimas degandek, oxirgi marta 1 yil oldin o'zim tekshirganman. Tajribangiz davomidagi eng yomon holatlar? Shu har doimgidek homiladorlarim yig'lab kelsa, abort qildirmoqchi bo'lsa, ayniqsa jins masalasida xafa bo'laman. Yuragim og'rib, hapqirib ketaman. Agar bolasida nogironlik bo'lsa, uni oldirish kerak bo'lsa. Kulguli holatlar ham bo'lganmi? Kulgili holat bo'lgan. Qanday? Pozitiv oila ekan. Er-xotin kelishgan, erini ham qorni katta, xotiniki ham katta. Bir mahal keling yoting desam, eri kelib sразу yotyaptilar. Bizda ikkita bola, birinchisi manikini ko'rib qo'ying, birinchi deydilar. Va oxirgi savolimiz, shu darajaga yetishingizda kimni yordami katta? Allohga shukr, meni to'laligicha qo'llab-quvvatlaydigan va homiladorlarimni mendan-da ko'proq o'ylaydigan erimga katta rahmat. Shuningdek, duogo'y ota-onalarimizni boriga shukr.